Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar kanalimga kelganimga shunday xursandman. Anchadan beri video qilmay qo'ydim. Ishlarim ko'p rosa. Ishlarim batman, video qilishga vaqtim bo'lmayapti. Bugun video qilishdan maqsad bir yosh bolani boshida hozir musibat tushgan. Boshida o'simtasi bo'lgan. O'simta boshida suv yig'ilavergan. O'simta kattalagan sayin shu sabab bitta ishlang suvni olish uchun nimadir qo'yilgan boshida. O'sha boshdan olib tarash uchun ancha pul kerak ekan. Nima deydi, Surxondaryodan ekan-da, bolam Surxondaryodan ekan. Surxondaryodan o'zim Muzrabotdan ekan. Shu maqsadda video qilib motor yordam tegsin deb bir bola aka qo'ygan ekan videosini. Salomsam yordam tegsin deb kechqurun soat bizada 11:30 o'tib ketadi, 12 bo'lyapti. Video qilyapman, ishdan kelib video qilib qo'yay dedim. Yordam bo'lsin degan maqsadda ozroq bo'lsa ham. Sizlarga nasib bo'lsa inshaalloh Allohga rahmat bo'lsin. Nasib bo'lsa ozroq bo'lsa yordam qilaylik do'stlar. Ko'p gapirish hojati yo'q. Men sizlarga videoni qo'yib qo'yaman. Xohlasangiz telefon qilib so'rab qo'yaman, telefondan. Hozir men kvartiraga ishdaman. Shundan qo'yaman. O'zlaringiz telefon ko'rasizlar, ahvol so'raysizlar. Ancha pul yo'q kerak ekan. Shu boshlar ustidan olishni bosh shishib ketgan. Bola kattalashib ketyapti kundan kunga. Xudo xolasa inshaalloh biriksak bitta bolani sog'ayib ketishga yordam beramiz inshaalloh. Sizlardan yordam berishingizni so'rayman inshaalloh. Oxiratdan nasib bo'lsa o'zimizni jaytlaymiz. Jannatlardan nasib bo'lsa inshaalloh. Uyqusirab gapirmayapman, charchaganman hozir. Mayli, Allohga omonatlar, bizlarni ehtiyot qiling. Hammaga rahmat. Mana shu ayanchli ahvolda yotgan 3 yoshli Javohirga biz yordam berishimiz zarur. Shu videoni oxirigacha ko'ring. Biz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanidamiz. Mana shu Javohirga biz sizlar bilan birgalikda yordam bergani keldik. Boshi nima uchun shishib ketgan? Boshida o'simta bor. Hozirgi kunda o'sha o'simta boshida suv yig'yapti. Oldin shunt qo'yilgan bo'lgan Samarqandda va mana shu shunt orqali suv oldirilgan bo'lgan va mana shu shunt ham vazifasini o'tab bo'lgan va mana shu shuntni zudlik bilan oldirishimiz kerak ekan, ya'ni infeksiya ko'p yig'ilib ketgan ekan. Hozirgi kunda liqildog'idan suv olinyapti ekan. Mana shu sababli hozirgi kunda har 3 kunda birida suv oldirar ekan. Va biz mana shu Javohir uchun Hindistonda davolash muolajalari, ya'ni davolash uchun operatsiyalarni biz $20,000 ketishini biz aniqladik va mana shu Javohir uchun biz mana shu $20,000 yig'amiz degan umiddamiz. Pastda o'zlarining kartalarini qo'yganman. Imkon boricha ehson qilamiz. Ehson qila olmayotganlar shu videoga like bosib, Allohdan shu bola uchun shifo so'rashingizni iltimos qilamiz. Shu videoni kimnidir istoriyasida ko'rsam juda ham xursand bo'laman. Mana shu bola uchun yaxshilikni birga qilsak, Xudo xolasa Hindistonga ketayotgan videolarni, tuzilgan videolarni qo'yib boramiz va mana shu videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, bizlar bilan yaxshilik qilishda davom etinglar.